Diqqat bilan eshiting. Eng arzon mashinalar doimo yuz barakada sizlar uchun 2019-yilda ishlab chiqarilgan Mokri Cobalt'imiz bugun sotuvga keldi. Hadoylarda, motorlarda mutlaqo ishi yo'q ekan. Hoji akalar bir hafta oldin 4 ta yangi balonlarni ham ustonovka qilgan ekan. Oldiga sonsiz zashda, ikkita yoniga sonsiz zashda xizmatlarni qildirib, orqa polni sferasiga tanovka xizmatlarini ham qildirgan ekan. Mashinamizning ichki salonini ko'rsaman, hoji akalar ashkalarda qirilib bitgan, chizilib bitgan joylari yo'q ekan. Mashinamizga yaxshi poliklardan, chexollardan ustonovka qilingan. Mashinamiz mexanika. Shu yerda ko'rib turgan hamma narsangizni bonus sifatida sizga berib yuborgan. Mashinamizda yurgan kilometri 2800 turib ekan. Hoji aka mashinamizni orqa turuvidan ko'rsataman. Orqa turuvidan ham juda chiroyli turibdi. Hoji aka ko'rib turganingizdek bagajimizda kengina sig'im. Sizlar uchun bonusga uzitr bilan mana bunaqangi bu nima deyilardi? Aytganda kolonkalarmi, subwoofermi sizlarga bonusga ketadi ekan. Uyim joyim deydigan bolalar xuddi shunaqangi kobatlarini, shunaqa ikkita non albatta uyga kirgizishadi. Hoji aka mashinamizni bizlarga $8000 dedi. Hoji aka qo'ying, menda majlis qilmang deb sizlar uchun arzon narxga $7850 ga baraka qilib yuboramiz. Yana barakani ustida kelishadigan joylari ham bor. Pastda telefon nomerlarini qoldiraman, bemalol telefonga murojaat qilishingiz mumkin. Kunlaringiz xayrli bo'lsin, jonlaringiz sog' bo'lsin. Aytgandek, Hoji aka mashinamizning kraskasi 30% deyishdi. Ekan o'zlari telefonda tushuntirib yuborgan. Mashinamizga tipa pastiga led farlarni ham ustonovka qilgan ekan.